O'zimda savdo bormi, savdo qilib foyda ko'ra olamanmi deb bir qizimiz so'radi. Ha, albatta, Uzum marketda savdo qilib yaxshigina daromad ko'rishingiz mumkin. Hozir analiz qilib turib buni isbotlab beraman. Mana bu ayollar koftasi Uzum marketda 139 mingga sotilyapti. Endi buni tan narxini bilish uchun Xitoy приложениesiga kiramiz, ko'ramiz 16 yuanga sotilayotgan ekan. 16 yonimiz o'zbek so'mida 28 ming so'm bo'ladi. 28 ming so'mga kargo narxini, ya'ni 12 ming so'm qo'shib olamiz. 40 ming tan narxi kelib chiqdi. 139 mingdan 40 ming tan narxi, 5 ming logistika va 25% komissiya 34 ming 750 so'm ayirganda 59 ming 250 so'm sof foyda kelib chiqdi. Sotuvchi har bir dona koftadan 59 ming sof foyda ko'ryapti. Agar 100 dona sotadigan bo'lsa, sof foydasi 5 million 925 ming so'mni tashkil qilar ekan.